Bittada oshirib olgan xamiringiz bilan ham pirojki qilsangiz bo'ladi, ham bulochka, pitssalarni bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Mana hadeb xamir qoravermaydi. Bittada xamirimni oshirdim va undan birinchi bo'lib pirojkilar qilib oldim. Ichiga nachinka sifatida qovurilgan qiyma va pyuredan foydalandim. Pirojkilarim qovurilguncha bolalarimga sosiskali bulochka qilishga qaror qildim va ularni ikki xil ko'rinishda tayyorlab oldim. Birinchi ko'rinishdagi bulochkani hammamiz bilamiz. Bu quyon ko'rinishidagini esa sizlarga yaxshilab ko'rsatib berdim. Bolalaringlarni qiziqtirib, sizlar ham xuddi shu usulda qilib ko'ringlar. Oshirma xamirimni yana zuvalachalar qilib, shunaqa pitsalar qilib yubordim. Hammasini birato'la pishirib olishga qaror qildim, chunki ertalab nonushtaga mazza qilib yeb ketishadi. Pitsalarni ichiga ham uyda bor nachinkalardan foydalanib tayyorladim va hammasini ustiga tuxum sariqlardan surib, sedanalardan sepib, quyonchalik qilib tukkan bulochkalarimizni yanada obrazini to'ldirish uchun ularga ham ikkita sedana qilib ko'z qilib qo'ydim va oldindan qizdirilgan duxovkaga 180 gradusda ustilari qizarib chiqquncha yuvardim. Bu oshirma xamiri retseptini opisiyaga yozib qoldiraman. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bu retseptni pirojkasiga o'xshamaydigan tanishingizga jo'natib qo'ying.